Men Xudo bilan kim o'zarga o'ynadim. Bu qanaqasi? Qanaqasiga Xudo bilan kim o'zarga o'ynash mumkin deb so'rab. Shunchaki men Xudoga aytdim: "Ey Xudo, bilasanmi, men sendan ko'proq odamlarga yaxshilik qila olaman" dedim. Ey Xudo, kim saxiyroq? Senmi yoki menmi? Mana shu uchun kim o'zarga o'ynashni boshladim. Va men har gal insonlarga yordam berganim sari, kambag'allarni qo'llab-quvvatlaganim sari Xudo menga bu tomondan yana ham ko'proq berardi. Men yana berardim. Qarasam, Alloh yana ko'p beryapti. Yo'q dedim, men baribir yutishim kerak. Baribir bu bahsda men g'olib bo'lishim kerak dedim-da, hammaga yordam berishni boshladim. Tinmadim. Hali uy olib berdim, hali mashina olib berdim, hali birinchi startap uchun pul berdim, beraverdim, qo'llab-quvvatlayverdim deb. Shunda boyagi savol bergan inson so'rabdi: "Xo'sh, natijada nima bo'ldi?" deganda, "Natijani ko'rib turibsiz. U yutdi" debdi. Ya'ni siz qancha saxiy bo'lganingiz sari, qancha qo'lingizni ochganingiz sari Alloh sizga shuncha ko'p pul berar ekan.